shunaqa bir avlod yetishib chiqyapti, bu quvonarli. O'sha men shu yoshlarimizni chempion bo'layotganda ularni o'ziga bo'lgan ishonchi sezilib turibdi-da. Oldinlari ham turli xil yosh toifalarda Osiyoda zo'r o'ynaganmiz, jahon chempionatlarida qatnashganmiz, Osiyoda chempion bo'lganmiz, lekin ularda o'sha ishonch keyin sekin-sekin so'nib borardi. Bu yoshlarimizni borgan sari ortib borayotganligi ham sezilyapti. Men ayniqsa Abbosni buni yaqqol ko'ryapman. Abbos shu yo'sinda nima deydi, o'zini ustida ishlashda davom etsa, umuman boshqa darajadagi futbolchiga aylanishi mumkin. Hozir mana shu oxirgi o'yinimizda, mana shu Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda uni o'zini tutishi, o'ziga bo'lgan ishonchi yaqqol sezilib turibdi-da. Baribir qolgan avlod vakillarimiz to'liq hurmat qilamiz ularni, lekin ularda joy kelganda yaxshi ma'noda bezbetlik ham bo'lish kerak-da. Shu narsa Abbosda bor. Uni bu qaysi ma'noda xulqini nazarda tutmayapman. Balki boshqacharoq termin ishlatish kerak. Maydonda o'zini tutishini nazarda tutyapman. Raqibga nisbatan riskka bora olishi, tavakkal qila olishi, o'ziga bo'lgan ishonchi. Baribir qo'rquv borda, qolgan sal yoshi katta avlod vakillarimizda ozgina baribir bu narsa seziladi. Mana keyingi o'yinda bo'lmasligi mumkin, lekin mana shunaqa hal qiluvchi o'yinlarda seziladi-da baribir bu yosh avlodlarimiz. Bizda ham bor. Hozirgi yetishib chiqayotgan ko'pchilik yoshlarimizni bu narsa yo'qolib borayotgani quvontiradi.